Surxondaryoda Damas multiradar o'rnatilgan Cobalt bilan to'qnashishi oqibatida 6 yoshli bola halok bo'ldi. Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani Oltinvoha mahallasi hududidan o'tuvchi M39 avtomobil yo'lida 3 ta mashina ishtirokida mudhish yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, Damas avtomobili Nexia orqasidan tez harakatlanib, dumalab ketishi natijasida multiradar o'rnatilgan Cobalt yo'nalishiga chiqib ketgan. Avariya sabab Cobalt orqasida harakatlanib kelayotgan Nexia ham yo'l transport hodisasi ishtirokchisiga aylangan. Yo'l transport hodisasi oqibatida Damas haydovchisining nabirasi 6 yoshli bola vafot etgan. Hozirda Sherobod tumani Ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda.